2 yil oldin xalq qurilish banklarida chorvachilikka mashg'ul bo'ldim. Endi hozir o'sha chorvachilikda rivojlanishga so'rab keldim. Qanaqa tezlikda bilasizmi? Har oylik kredit yopgansiz, to'liq yopgansiz. Narxlar yopgansiz, kechikda mas'ullar olmagansiz. Davlatni yopgansiz. Endi sizni tadbirkorligingizni rivojlantirishimiz uchun bizni bankimiz o'zining hisobidan moliyaviy ommabop 50 million so'mgacha kreditimiz bor. Ayollarga 24%, erkaklarga 25%. O'zimizdan qilgan shaxslar. Shundan keyin kafillik talab qilinmaydi. Kafillik talab, jismoniy shaxs kafillik talab qilinadi. Endi kafilligingiz qanchaga tortsa shunga qarab beramiz. Bitta kafilingiz misol uchun 30 millionga tortishi mumkin. Yana bitta kafil olsangiz 50 million oshadigan bo'lsa, 50 million sizga naqd pulda kassadan olib beramiz. Chorvachilik, tikuvchilik, boshqa amal yo'nalishlari ham bor. Yuridik shaxslarimizga, yaxshida MCJlarimizga hozirgi kunda garov asosida moliyaviy ko'mak bor. Moliyaviy ko'mak bor. 312 bo'yicha kreditlarimiz bor. Yana qanaqalarimiz bor? 22%. Yuridik shaxslarga, yaxshidalarga 312 va moliyaviy ko'mak kreditlarimiz bor. Moliyaviy ko'mak 24%. 312 bo'yicha agar oladigan bo'lsangiz 22% bo'ladi.